Dunyoviy mashhur asar Yigit degan shundoq bo'lsa. Avtori Ehson Abdulquddus. Misr. 21-bob. 2 kun o'tib ketdi. Bu 2 kunni Ibrohim nihoyatda tinch o'tkazdi. Ya'ni uni hayajonga soladigan, tashvishlantiradigan ish bo'lmadi. Men qochqingu deydigan hissiyotimi bo'lmadi. U o'z taqdirini tushungan. U burun muddatlik keskin jangda o'zining rolini belgilab, inqilobning tunji o'qi bo'lishga, toki inqilob g'alaba qilgucha kurash qilishga bel bog'lagan edi. U o'lishga rozi ediki, inqilobni g'alabaga erishtirmay qo'ymaydi. Chunki u inqilob butun Misrning inqilobi, xalqning inqilobi edi. Bu mudhish kunlarda İbrahim sakal burutini almadı. Şuna u ösken sakal buruti tatırangu çırayı bilen ağırık adamgila okşuşup kalgan idi. İbrahim temkinlik bilen inqilab qilish planı, hareketini nereden başlaş toğruluq köp oylandı. U emdi özünü öldürübilişini xiyaliga keltirmeydi. Ümitsizlenmeydi, g'azablanmaydi. Aksicha qandaq qilib Misrda inqilab yalqunini lavuldatib etishdak yangi bir kashfiyot ustida tajriba qilmoqchi bo'layotgandek qilatdi. Buni u g'alabaga ishonch bog'lagan olimdek astoydil tadqiq qilmoqda edi. U umid var, xuddi g'alaba xo'sh xabarini anglagandek, yo'riqlikni ko'rgandek hissiyotda edi. Yo'riqlik yiroqdan, uning qalbidan, ideyasidan chiqyotdi. Onun kallasida ömrüdeki cimiki obrazlar bir-birlab gavdalanishga boshladi. Ularga İbrahim mehr muhabbet bilen nazar tashlagandek, chiroyda shodlik tabassumi o'ynagandek bo'ldi. U cho'ng bo'lgan Munira rayonidagi oilasi ko'z oldiga keldi. Ko'ziga opsi ko'rindi. U opsini ajoyib bek yaxshi ko'ratdi. Opsimi uningga shu qadar omroq edi. İbrahim o'zidan Apamni ranjitib qo'ygandimanmi? Uningga nurg'un azab solgandiman ha? deb so'radi. Yo'q, apsi uni tushunadi. O'g'lini obdan biladi. U apsining barliq go'zal fazilatlariga, qaysar, jimg'ur, eg'ir besiqligiga varislik qildi. Apsi agarda er bo'lib qolgan bo'lsa, allaqachon bir rahbar bo'lib yetishgan yoki bo'lmasa alohida to'hbalarni yaratgan bo'ladi. Apsi o'g'li bilan faxrlanadi. Apsi qanchalik yoshursin, o'g'lini o'zini tutib olishga har qancha ogohlantirsin. İbrahim apsining ko'zlaridan faxrlanayotganligini, o'g'lining qahramonlik ishlaridan mag'rurlanayotganligini ko'ratdi. U qo'lga ilingan kuni apsining mangzida yosh, chiroyida kulimsirashni ko'rgan. Osonlikcha ifodalanmaydigan bu qaysar tabassumdan apsining chiroyi nurlanib ketgan edi. Ana dadasi. Onun ko'ziga dadasi ko'rinib edi. Chiroyi bo'lakcha ichilib ketdi. Uning dadasi qattiq intizomchan, qoida yo'sunliq odam. Xizmatda astoydil, uyda qoida yo'sunliq bo'lishni ta'kidlaydi. U o'g'lining harakatlarini tapdan chiqqanlik deb qarag'ashqa xafa bo'ladi. O'g'lim tapdan chiqqashqila turmaga kirdi deb o'ylaydi. Ammo o'g'lidan mag'rurlanadi. O'g'lining harakatlaridan norozi bo'lsa-mu, yanada faxrlanadi. Hatto dada bola qattiq takallashib qolgan chaqladimi, İbrahim dadasidagi bir xil faxrlanishni sezadi. İbrahim kulib ketdi. Dadasi uning qonun ilmi bo'yicha bakalavrlik unvoni elishini umid qiladi. O'g'lini Saudiya, ba'zida vazir qiyofatida tasavvur qiladi. Ammo İbrahimning Saudiya vazirmi emas, balki ulardan ustun odam bo'lg'isi bor edi. U Saudiya vazir deganlar odatdagi odamlarga o'xshash hamon bir kuni o'lib ketadi. Kishilarmi ularni unutdi deb o'ylab, o'zining qahramonlarcha qurbon bo'lishini, kishilarning qalbida mangu hayot turishini, dadasiga unutilmas xotira qoldirishni, shu orqali dadasining ko'nglini xo'sh qilib, uni kishilar oldida faxrlanib yuradigan qilishni orzu qiladi. Har xil obrazlar bir-birlab uning ko'z oldidan o'tdi. U o'rta maktab, universitetdagi saboqdoshlarini yaxshi ko'ratdi. Ularmi İbrahimni yaxshi ko'ratdi. İbrahim hozir ularning mehr muhabbatini ko'rib atgandek, ularni qo'li bilan tutib atgandek bo'ldi.
Dal mushu mehr muhabbat İbrahimga yengilmas kuch baxsh etgan, uni mushkullik va qiyin xatarlarni yengib kurash qilish imkoniyatiga ega qilgan edi. İbrahim shu do'st birodarlarining orasida yashaganligi uchun o'zini saqchi, hukumat va Angliya olvostilaridan kuchlik his qilgan. Şula bo'lg'ashqila İbrahim o'zidagi qo'rqinchoqlik, ochko'zlik, zaiflikni yengib, qaysar, jasoratlik bo'lgan edi. U do'stlarining hammasini bir-birlab ko'rgandek, hatto unutilib ketgan chiroylarni ko'rgandek bo'ldi. Ular bilan birlikda qilgan kurashlarni, ayni chog'dagi qiziq ishlarni esladi. Aslimalarning o'zgarishi bilan uning chiroyida ba'zida tabassum, ba'zida kulki, ba'zida ayblash alomati paydo bo'ldi. İbrahim butkul vatanparvarlik faoliyatlarini, ya'ni qatnashgan namoyish, ilib borgan har bir harakat, turmada o'tkazgan kunlar va so'roqlarni xiyolidan o'tkazdi. Onun ko'z oldiga Hummanbek, kapitan Dabaq va taftish amaldorlarining chiroyi keldi. Ondan u yana ayni qasri doktorxonasida o'tkazgan kunlarini va qechib chiqqan kunni esladi. Onun xiyoli muhitlarning uyiga ulashganda hissiyoti to'lqinlandi. Ana yuzi yumuloq, ko'zaynaklik, pakarg'ana muhit Zohir apandi, Tahiya Momay, Samiya, Abdul Hamdila. U navaldan o'zini tortdi, navaldan qo'rqdi. U yangi planni ijro qilishga, navaldan boshqa har qanday odam uchun o'zini qurbon qilishga tayyor edi. U naval uchun yashashni xohlaydi. Chunki uning qurbon bo'lishi naval uchunla bo'lmag'ashqa, uning o'limi uchun navalmo nihoyatda zo'r badal to'lishi turgan gap. İbrahim qo'rqinchoqlardan emas, shundaqdimi hozir u butun g'ayrat shijoatini yig'ib, barliq shaxsiy o'y xiyollarini kallasidan neri qilib, belgilagan planini ijro qilishi lozim edi. İbrahim navalni o'ylamay degan siri u ko'z oldidan zodila ketmaydi. Uning o'ziga ishik ichib bergandagi qiyofati, o'tliq shahlo ko'zlari, olmadak mangzi, Indian qizlarnikidek qizg'ush terisi, uyda o'ziga yo'l bo'shatganlari, nashtaliq ko'tirib kirgandagi turqi ko'ziga ko'rinib, ko'zlari navalning ko'zi bilan uchrashib qolgandek bilindi. İlgari naval uningga qarab kulimsirganda İbrahimning yuragi ixtiyorsiz o'ynab ketadi. İbrahim endi burunqidek naval bilan oila qurish shirin tushidan huzurlanmaydi. U reallikqa yuzlangan, shirin tushning o'rnini olgan bu reallik tushga qaraganda texmi kuchlik, yolqinlik muhabbat edi. İbrahim navalni so'ydi. Bu muhabbatdan baxtiyorlik his qiladi. Hech qanday xam xiyollarda bo'lmaydi. Ammo muhabbat mushunda bo'lamdigandi. Umiddanmi kuchlik bo'lamdi endi. Bunisi İbrahimga noma'lum edi. Biroq shu topda muhabbati uni azoplamaydi. Uning boshqa talabi yo'q edi. İbrahim pencerelari him etilgan qorong'u uyda o'ltirib, xiyollar qaynamaga g'arq bo'lgan edi. Qulupning tuyuqsiz ichilgan ovozi uni esiga keltirdi. Uyga oldida Fathi Maliji, orqadan Abdullah Shuhrat kirib keldi. Ha, endi obdan bo'ldi, deb xo'shal holda so'zlab ketdi Fathi. Tunigun Aleksandriyadan Abdullah Aziz kepti. Onun bilan ko'rishdim. U bir paraxot bilan so'zlashib qo'yibdi. Bu paraxot o'gunlikka Udul Marsilga boradi ekan. Biz erta kech soat 11 dan ilgari Aleksandriyaga berishimiz kerak. İbrahim meyiqida bilinmas kulib qo'ydi. U ketmaydigan bo'lgan edi. Uning Misrdan ayrilg'isi kelmaydi. Ammo buni Fathiga aytmay qizg'inlik bilan, "Belli, bek yaxshi bo'pti. Erta soat 7 da mangayli. Sen narsani akeldingmi?" dedi. "Nimani? Bu 2 kun hech qanday ish qilmaydi. Omon esan ketib olgin", dedi Fathi. İbrahim birdinla o'ngib ochiqlandi. "Sen bomba bilan portlatqich do'rida topaman deb maydonga urgan. Men sana ishongan edim. Bizning yana xeyli vaqtimiz bor. Ularning jajisini berib qo'yaylik." Fathi İbrahimning nemishqa ochiqlanganligini tushunolmay qoldi. 3 granat, azroqlar, kapsula topdim. Biroq meningcha İbrahim uning so'zini uzibatdi. "Nega qo'yding?" "Mashinada." "Qara seni, undaq narsani mashinaga qo'yib qo'ygan bormi? Diqqat qilmasang yo'lda portlab ketadi. Tezdan ochqib ol."
Пәтхи xuddi chiroyidan hech nimani belgilab bo'lmaydigan, buyruq tushirmay, muddasini ustuliq bilan amalga oshiradigan İbrahim şumu emasmi degandek taajjub bilan uningga qaradi. U narsalarni ochiq demsa, xalqlarning ko'zicha tushib chiqib yursam bo'laverdi, dedi İbrahim keskin holda. Avval u narsalarni nimaga ishlatamiz, maslahatlashib olmamdi, dedi Pəthi arasaldalik bilan. Men u narsalarni ko'ray, ondan bir nima dey. Pəthi un chiqmadi. İbrahim o'zini tutolmay qolganligini bilib, kechirim so'ragan talaffuzda. Pəthi, sen buguncha apu qilgin, to'g'ri bilyapman. Seni ko'p charchitavetdim, biroq yana bir necha soatdan keyin Misrdan ketaman. Pəthining ko'ngli yumshadi. U İbrahimga hurmat va ishonch bilan qarab, İbrahim, sen xato tushunib qolma. Men faqat seni bu 2 kunni oromxoda o'tkazsin da'vatime. Senmi bilsa, ata harpa, bizmi boshqa odamlarga o'xshash hech qanday ish qilmay orom olayli, dedi. U İbrahimni ta'sirlantirmoqchi bo'lgandek kuldi. İbrahim do'stiga qarab kulib qo'ydi va "Haytinga muborak bo'lsin", dedi de o'z fikrida ching turdiganligini do'stiga bildirish uchun jim bo'ldi. U narsalarni men ochqay. O'z uyim bo'lgandan kirib chiqib yursam, kishilarning diqqatini ancha qo'zg'amayman, dedi Abdullah Shuhrat. Pəthi İbrahim nima deydigan degandek uningga qaradi. Yaxshi gap, dedi İbrahim. Mashina Azhar maydonida, dedi Pəthi ochqichini Abdullah Shuhratga sunib etib. Put qo'ydigan yerning orqa tarpidarak bir somka bor. Hamma narsa shuning ichida. Eshikni etishni unutib qolma. Diqqat qil, ichida bir tapancha bor. Abdullah Shuhrat ochqichni elib chiqib ketdi. Uyda İbrahim bilan Pəthi qoldi. Ikkilan bir-biriga qarab qo'yib, gap qilsalar ochiqlab ketadigandek jim o'ltirishdi. Keyin İbrahim tulumdan to'qmoq chiqqandek: "Bugun oqshom men Abbosiya harbiy gazarmasiga kiraman", dedi. Pəthi ko'zlarini chak-chaytgan peti qetibla qoldi. Ondan oranla: "Nochigo sen, Angliya harbiy gazarmasiga qanday kiramiz? Jon bilan o'ynashadigan ish bu", dedi. "Bu hech qancha bir ish emas, hech kim sezmaydi", dedi İbrahim beshini ko'tarmay. "U yerga kirib nima qilamiz?" dedi Pəthi tükürkini yutib etib. "Men yolg'iz kiraman", dedi İbrahim xotirjam holda. "Sen yolg'iz gazarmaga kiramsan? Bu o'zini o'limga tutib berishqo", dedi Pəthi. "Dal aksicha, yolg'iz odamga aplik bo'ladi. 2 odam o'ng'ay oshkorlanib qoladi." "İbrahim, bo'ldi qil", dedi Pəthi birdam jim turgandan keyin. "Burunqidek bir ishkini o'ltirvatsakmi cho'ng ish. Gazarmaga kirishning hojati yo'q. Gazarma sirtidimi ish qilg'ili bo'ladi-ku." İbrahim vasiyat qilayotgandek og'ir talaffuzda shundoq dedi. "Biz qilgan ishlar Angliya olvostalarini davlatimizdan chiqarib etishga kifoya qilmaydi. Bütün davlatimizda inqilob bo'lib, hammaylar tang harakatga kelsa, ondan Angliya olvostalarini qo'g'lab o'talaymiz. Bütün mamlakatni harakatga keltirish uchun omini o'yg'otadigan portlash xarakterlik harakatlarni ilib berishimiz, inqilobning avangarddi bo'lishimiz lozim. Shunga men mush ishni qilaman. Bugun men bir gazarmaga kirsam, erta bütün mamlakat miqyosida Angliya olvostalarining gazarmasiga kirdiganlar chiqadi. Ishonmasang qarabdi. Cho'qim shunda qilamsan, dedi Pəthi birdam jim turgandan keyin. "Cho'qim", dedi İbrahim qat'iy holda. "Umu bo'ladi. Endi bu ishni boshqalar qilsin. Sen mas'uliyatingni o'rindab bo'lding. Qilgan ishlaringmi ko'p. Sen Abdurahim Shukrini o'ltirib, bütün mamlakatni zilzilaga keltirib etding. U kifoya qilmaydi. Men yana ba'zi ishlarni qilishim kerak. Har kuni degidek voqea yuz berib turg'ini yaxshi. Men Abbosiya gazarmasini noyatda pishiq bilaman. Men qo'lga ilinishdan burun u yerning xaritasini qo'lga tushirib, inchikilab muzokiralashgan. Shunga aniq esimda." Pəthi beshini lang'ishitib qo'yib, ortiq so'z qilmadi. İbrahimning qarorini o'zgartkili bo'lmaydiganligi uningga ayon edi. Abdullah Shuhrat askarlar mo'risiga ortadigan somkaga o'xshash seriq birzin somkani ko'tarib kirdi. Azroilni tutib akirgandek uning chiroyi tatirib, qo'llari titrab ketgan edi. U somkani ustalga avaylab qo'ydi-da, xuddi yeniklab qolgandek cho'nqur tortdi. "Mushu somkami?"
dedi u beliki bilan peshonasidagi tarlarini surtib turib. Ha, shu, deb javob berdi Fathi o'rnidan qo'zg'almay. İbrahim o'rnidan turib, ustalning yeniga keldi-da, so'mkini ochdi. Uning og'zini ching yumib, nihoyatda diqqat bilan qarashlari tajriba ustida turgan olmaga o'xshatdi. U so'mkidan kapsulni bir-birlab oldi. Kishilarning portlatqich dora degini mush ekanda, dedi Abdullah Shuhrat ko'zlarini yo'g'on ichib, sabiylik bilan qaraganda hech qancha bir narsa emas ekan-ku, xuddi Turkiya manfaatisiga skopkichida kamput o'xshaydi ekan. Tetib baqamsa, dedi Fathi ochiq kulib. İbrahim granitlarni elib ustalga qo'ydi. Buni qandoq ishiltidi? Deb so'radi Abdullah Shuhrat yana. İbrahim bir tal granatni elib xuddi dars o'tgandek so'zladi. Sen kinolarda ko'rganga o'xshash. Tutqusini ching tutib, tishing bilan mono qaqiqini tishlab, ichivitsanda otsan. Voy xudoyim, davatdi Abdullah Shuhrat. İbrahim karvatning yoniga keldi. U kirlikini elib, yo'g'on bir parchani yirtib oldi. Ondan uni tor, uzun qilib yirtdi. Odash, undaq qilma. Bu bizning narsimiz emas, dedi Abdullah Shuhrat İbrahimni to'smoqchi bo'lib. Bu uyning egisimi cho'qim biz bilan billa harakat qildiganlar, dedi İbrahim kulimsirab. U latini yirtib bo'lib, har 5 tal pistonni bir latta bilan ching bog'ladi va birini bir-biriga pilik bilan ulab qo'ydi. Pilikni uzunroq qil, paxas bo'l, otmay turibla portlaydigan bo'lib qolmasin yana, dedi Fathi. Vaqt qiz, tez portlasin. İbrahim ishni qilg'ach, peshinimi ko'tarmay, Fathi bilan Abdullah Shuhratga ish topshirdi. Men Angliya askarlarining kinoxonasi tarafdan kiraman. U kinoxona Saqchi maktabi ko'chasi bilan O'rda ko'chasining yeniga beshiga joylashgan. Agar saqchi bo'lib qolsa, Abdullah Shuhrat sen saqchilarni qaytirib turg'in. Fathi sen kinoxona temidan ortilib tushishimga yordamlashsa, ondan mashinani haydab ketib, meni uyda saqlaysa. Fathi qarshi chiqdi. Sen chiqcha kussam bo'lmamdi? Bo'lmaydi, dedi İbrahim qo'liga portlatqich dorini elib etib. Men tog'ning u tarafidan chiqib ketaman. Şuna maşinini haydab ket. Agar ular mashinani qo'lga tushirib oladigan bo'lsa, mashina nomeri orqali hammamizni tutib oladi. Fathi hayronlik bilan İbrahimga qaradi-yu, ortiq gap qilmadi. Uchaylan ta yerim kechagacha plan ustida bosh qottirdi. Qurollarni tayyor qildi. Uchaylan uydan chiqdi. Abdullah Shuhrat o'lim qachilangan birzin so'mkini Fathi advokatlarnikidek so'mkini oldi. Abdullah akilib bergan ko'k ko'nglak bilan shim kiygan İbrahim qonun institutining 2 parcha darslik kitobini elib olgan. Soqol buruti bakla o'sib ketgachga hech qanday girim qilmagan edi. Ular xuddi dars takrorlab bo'lib, qaytib kelayotgan o'quvchilardek Batniya rayonida ketib boradi. Ko'chaning ikki qosnog'idagi qahvaxonalarning rangarang chiroqlari Ramazonning oyoqlashganligini tabriklab yenib ketgan. Ichida odam liq edi. Ko'chimi meva chiva, qand gizak, o'pka hesib sotadigan harvalar bilan to'shib ketgan edi. Balalar xo'shal varqirishib yuratdi. Bir sarang Allah, Allah deb varqirab ketayotdi. Bir askar chilim chekayotgan bir odamga tikilib qarabla qolgan edi. Qahvaxonaning kutkuchisi 3 chini choy, 2 stakan qahva deb vaqiraydi. Ular paranglashib mangayli deyishdi-yu, gaplari xuddi chechilgan tarixdek qo'lashmadi. Ular tabiiyrak bo'lsin deb kulishib mangmoqchi bo'ldi, ammo kulkisimi kulkiga o'xshashmadi. Ular Azhar maydonidan o'tib, mashinaning yeniga keldi. Fathi mashinaning eshigini ochib etib, ixtiyorsiz atrofiga qarab qo'ydi. Ondan shofir o'rniga o'ltirdi. Abdullah uning yenidan o'rin oldi. İbrahim orqada o'ltirdi. Sen bizni Daqi rayoniga olib qo'y, dedi İbrahim mashina o'tpa maydoniga yaqinlashganda. O'pkisi o'rilib yig'ilg'isi kelgan Fathining yuzidagi go'shlar lipildab ketdi. U hech narsani so'ramasdan mashinani Daqi rayoniga haydadi.
Дәқи районыға барғандан кейін u nima qiladiganligini biladigandak udul fani maydoniga qarab mengib, mashinani Anos doktorxonasining yanida to'xtatdi. Ammo o'tini o'chirmadi, gapmi qilmadi. Abdullah bo'lsa hech narsani bilmaydi. İbrahim derizadan beshini chiqarib, xuddi kecha qorong'uligida turibmi, Navalni ko'rgandek kulimsirab qo'ydi. U qorong'ulikqa tikilgan peti bo'sh ovozda Fathidan so'radi. Hey, o'tganda u qandoq rangni ko'ngli kiyibdikan? Oq, dedi Fathi kayniga qaramasdim. İbrahim cho'nqur tortdi. Chiroyi jiddiy tus oldi. U ko'zini qorong'ulikdan elib oldiga qaradi va bo'g'uq ovozda Fathi, mangayli, dedi. Mashina qo'zg'aldi. İbrahimning yuzidagi go'shtlar lipildab tortishib turardi. Ko'ngli bahla beorom edi. U kallasida hissiyatiga singib kirib, nervlarini chirmab, irodasini bo'shashtirmoqchi, bo'ysundirmoqchi bo'layotgan ojizligi bilan jang qilyotdi. Uning shu topda ko'zini yumibla tush ko'rgisi, tushida yig'lig'isi, kulgisi, Naval bilan qo'l tutishib yurgisi, uni bag'riga ching bosqisi, toki yuragi Navalning borligini sezgucha ching quchoqlab olg'isi kelatdi. Ammo İbrahim şu tapda bu xil acizliqini kuch bilan yengib, o'zini rahimsiz holda kontrol qilmoqda edi. U Naval bilan va'dalashgan yerda ko'rishgandek bo'ldi. Uning bu yerga kelishi hargiz uning bo'shashganligidan derak bermaydi. U va'daga vafo qilib, Naval bilan ko'rishishga keldi. U kechikdi, ammo qandoqli bo'lsin keldi. Mashina dehqonchilik ko'rgazmaxonasining oldidan o'tib ketayotganda İbrahim cho'nqur xiyoldan uyg'onib so'radi. Soat necha bo'ldi? 1:15 minut o'tdi, dedi Abdullah soatiga qarab. Texi atdigan ekan. İbrahim va o'ziga go'yo boshqa bir odam gap qilayotgan tarzda ixtiyorsiz dedi. Munira rayoniga opog'ini uyni bir ko'rib olay. Uyinglarni nazorat qilib turgan bo'lishi mumkin, dedi Fathi. Ishik oldidan o'ssakla bo'ldi. Opam chirog'ni yondirib o'ltirgan bo'lishi mumkin, dedi İbrahim. Fathi un chiqmadi, biroq İbrahimning gapi bilan yuragi ezilib bo'lakchilar bo'lib ketdi. U mashinani Munira rayoniga opirib, İbrahimlarning ishiki oldidan tezla o'tib ketdi. İbrahim beshini derizadan chiqardi. Uyi qorong'u. Opsining uyining chirig'i o'chirilgan edi. İbrahimning ko'ngli buzildi. Ammo u darhol o'zini tutib oldi. Astroq hayda, soat 2dan burun berib qolmayli, dedi İbrahim ko'nglidagi parishonlikni yo'q qilishga yordam izlayotgandek. Fathi mashina suratini ostilatdi. Tapanchiqini so'radi İbrahim. Fathi oldidagi kichik tortmani ochib, yo'g'on bir tapanchini oldi. Voyjon, tez ko'zimdan neri qilinglar, dedi Abdullah o'zini kayniga tashlab. İbrahim kulib ketdi. Fathining qo'lidan tapanchini elib o'tib, bu tapancha Angliyaliklarni ko'rmagicha o'q chiqamaydi, dedi. Ondan u chaqchaq bilan ko'nglidagi beoromlikni yo'q qilib etmoqchi bo'lgandek tapanchini Abdullahning beshiga tangladi. Sen Angliyalikmi emasmi? Abdullah tugilib oldi. Chiroyimi shappida o'zgarib ketdi. Undaq qilma, deb to'g'rilbatdi u. Ertadan boshlab sana tapancha etishni o'gitay, dedi İbrahim kulib. Yo'q, tapancha bilan zodala ipim kelishmaydi, dedi Abdullah. Undaqda sen Hindistonga berib qolsang, Gandhiga o'xshash dahi bo'lgudaksan. U mu sana o'xshash tapanchini yoqtirmaydi ekan. Sening ota-bobong cho'qim Hindistonlik. Uchaylan ko'nglidagi ansizlikni besib, o'zlarini ovundirish maqsadida mushunda paranglashib mengishdi. İbrahim tapanchini o'ynab o'ltirib parang qildi. U tapanchining o'qini chiqarib siladi. Xuddi oshiq mashqini quchoqlagandek tapanchini bag'riga mahkam bosdi. Ondan qo'yniga selib oldi. Uning yuzidagi go'shtlar tortishdi. U qorong'ulikqa tikilgan holda planini ko'nglidan o'tkazib, gazarmaning yer tuzilishini ko'z oldiga keltirdi. Har xil ahvollarni mo'lcharladi. Odatda vazifa o'tashga mangdigan chog'dagidek normal holatda o'zini ruslab, jang e'lon qilish ustikida yotadi. Jang e'lon qilish ustikida yanatdi. Qalbida jasurlik,
Yoshlarga xos bir xil sho'xliq bor edi. Nihoyatda sagak edi. Shundaqdimi ko'nglining bir yerlari yerim edi. U hech qachon bundaq bo'lmagan. Bu narsa uningda qo'rqinch paydo qildi. Bu qo'rqinch u tapancha otgan chog'larda paydo bo'ladigan odatdagi qo'rqinchga o'xshashmaydi. Ko'nglidagi andishini, qo'rqinchni yo'q qilib etkisi keladi. Jangga kirib ketsala, uningdagi bu kayfiyatlar yo'qab ketadi. Mashina Abbasiya ko'chasi bilan mengib saqchi maktabi ko'chasiga bordi. Soat necha bo'ldi deb so'radi Ibrohim jiddiy talaffuzda. 2dan 10 minut o'tdi, dedi Abdullah titirgan ovozda. Fathi, mashada to'xta, dedi Ibrohim. Abdullah, sen mashinadan tushib, oldinga mang. Biror askarga uchrab qolsang, uni quruq parangga tut. Uning oilasini, ko'chaning ismini so'ra. Nima desang bo'laverdi. Faqat u mashinaning ichkariga kirib ketganligiga diqqat qilmasala bo'ldi. Abdullah, u ishdan meni xalos qilsangchi degandek Ibrohimga bechorlarcha qarab qo'yib, mashinaning eshigini ochdi. U mashinadan tushayotganda Ibrohim mashina o'tib ketgandan keyin amal qilib, Palik maydoniga bor, Fathisini shu yerda saqlaydi, dedi. Abdullah holsizgina ma'qul dedi-da mashinadan tushdi. Bir aylanib kelib, yana mush ko'chaga kel, dedi Ibrohim Fathiga. Fathi Abbasiya ko'chasi bilan tramvayning oxirgi bekitigacha bordi. Ondan orqaga yenib, saqchi maktabi ko'chasiga keldi. Boshqalarning diqqatini jalb qilmaslik uchun mashinani odatdagi sur'atda haydadi. Yo'lda ular Abdullahni ko'rdi. U bir chorlig'uchi askar bilan paranglashib turardi. Mashina ko'chaning beshiga berib, Angliyaliklar kinoxonasining tema tuvida to'xtadi. Ibrohim birzin somkini esib, mashinadan tushdi. Fathimo mashinaning o'tini o'chirmay, mashinadan tushdi. Ular kinoxona temining tuviga keldi. Fathi barmoqlarini kirishtirib, qirmoq qildi. Ibrohim somkini tomga tegib ketmasin deb, bir qo'lida maydasiga besib olib, bir putida Fathining qo'liga dastlab tomga yamashdi. Ondan yana putini Fathining mo'risiga oldida likla qilib tomga chiqdi. Bu ishlar hech qanday tevishsiz qilindi. Ibrohim seyrilib tomning u tarafiga tushdi. U endi kinoxonaning ichida, Angliya askarlarining gazarmasi ichida edi. Ibrohim Fathining yiroqlab ketganligini pamladi. Endi o'zi yolg'iz jang qilatdi. Uni birdan sur bosdi. Yuragi düpüldep soqib ketdi. Hatta u yuragimning düpüldegenini boshqalar anglab qolarmikin deb ko'zlarini yo'g'on ichib atrofga ho'shiyorlik bilan qarab chiqdi. U kinoxonada qorovul yo'qligini bilatdi. Kinoxonaning gazarma tarpi ochiq, eshik yo'q edi. U kinoxonaning o'rindiqlari orasidan yeni qadam bilan minib, kinoxonadan chiqdi-da gazarmaga kirdi. Atrof Go'riston jimjitligiga cho'mgan, osmon qozonni ko'mtirib qo'ygandek qorong'u edi. Chiroq nuri gazarma ichidagi asosliq yo'lni sus yo'ritib turardi. Gazarmaning o'rta ko'chasiga qaraydigan darvozasida turgan qorovullar u yoqdan bu yoqqa mengib yuratdi. Ibrohim u yerda tomorqa yo'riqni ko'rdi. U o'milab mangdi. Qorong'ulikqa muhtoj edi. Qorong'ulik, ahvoda jahonni texmi qorong'uroq qilsangchi. U yondagi tomni dalda qilib, asosliq yo'l bilan olg'a ilgirladi. Bu yo'lning beshi tanka va avtomobillar to'xtaydigan maydon. U shu yerga bormoqchi edi. İbrahim asfalt yo'ldan olinayotgan oyoq tevishini anglab to'xtadi. Bo'yniga esib olgan somkini chin quchoqlab dum yetib oldi. Oyoq tevishi yaqinlab keldi. Bir ozdan keyin oyoq tevishi yenidan o'tib ketdi. Bu ozgina vaqt uningga xuddi 10 necha yildek bilinib ketdi. İbrahim o'rnidan turib oldiga qarab mangdi. Yuragi düpüldep so'qib turardi. U bir korpus uyning oldida qorovul turganligini ko'rdi. U cho'qim qo'mondonlik shtab. U partlatqich dorini shu uylarga tashlay olsa, vazifani ado qilgan bo'lamdi. İbrahimning bu ishni tezroq tugatgisi, qorong'ulikdan chiqib ketgisi kelib ketdi. Qorong'ulik, ahvoda jahonni yanami qorong'u qilsangchi. Yo'q, u aslidagi planini ijro qilishi kerak.
İbrahim ölüm qaçılanğan somkini köhrükege basqan halda iňişip putuniň uçudan meňip ätrapyga qarawul qoýulmagan öýni bir aýlanyp çykdy. Ondan asaslyk ýolny boýlap ehtiyat bilen maňdy. Onun bütün zehni vazifege berilgeşke başka işler esinden kötürülüp ketken idi. Naval, apsi, dadası, dostları, hatta özümü hiyalida yok idi. O hazır köz aldidagi reallıkka yüzlengen, yürüki ensiz soqatdı. Bütün bedeni yürükining soqışı bilen tang titreydi. Çünkü o hazır turvatkan reallık hakikaten korkunçluk idi. O to'xtadi, ko'zlari parqirab ketdi. Uning oldida tanka va avtomobillarning iskelati turadi. Bu yer o'yin ochiqchilik, atrofi simtor bilan qo'rshalgan edi. Miltiqning ishtikkilari chiqirilgan qoravullar atrofni aylanib yuratdi. Bir ikki yerga chiroq esilgan edi. İbrahim somkini qo'ltiqiga chin qisib yotdi. Butun kuchini yig'moqchi bo'lgandek cho'nqur tinib oldi. Ondan ömülep simtorning yeniga keldi. Boynidan somkini elip simtor ichiga qo'ydi-da, simtorning ostidan ömülep o'tdi. Simtorning tikanlari ko'nglikini elip, jarilditib, ko'nglikini ilib, jarilditib yirtib etgan edi. Bu ovoz uningga bek qattiq anglanib ketdi. U to'xtab atrofga quloq solgan edi. Hech qanday shapi anglanmadi. Hamma yoq tip-tinish edi. O simtordan ötüp aldı. İbrahim somkini qaytadan esip tanka, avtomobillarning kölengisini dalda qilib ömüredi. İşni o'ttirg'iroq berib boshlamoqchi bo'ldi. U chaqqonroq bir tankini ko'rdi-da, o'z-o'ziga dal mana mushu degan dedi va shuningga qarab ömüredi. U somkadan bir bog'lam kapsulini elib, tankining ostiga qo'ydi. Chaqmoqni yoqib, pilikiga o't tutashtirdi. Ondan o'rnidan turdi-da, tanka avtomobillardan neriroq joyga bor kuchi bilan yugurdi. U bir necha qadam yugurmayla orqasidan chiqqan quloqni yorg'udak portlash ovozi kecha jimjitligini buzib tashladi. Intayin qattiq va qo'rqinchli portlash zarbasi İbrahimga keldi. U yiqilishdan o'zini oranla tutib oldi. Tuyuqsuzdan kuchlik kuzatish chirqi yondi. İbrahim şu an bir mashinaning ostiga yetib oldi. Yana bir bog'lam kapsulini elib, pilikiga o't yoqdi-da, darhol o'rnidan turib qochdi. Jahonni zilzilaga keltirgudek yana bir portlash ovozi kecha osmonida yangradi. Portlashning titrishi bilan İbrahimning uchay bag'rimi chuvilib ketgandek bo'ldi. Chiroq uning atrofini yo'rtib etdi. Kuzatish chirog'ining ko'zni chaqnatadigan kuchlik nuri xuddi bir top g'aljir itlardek taraf-tarafni yo'ritishga boshladi. İbrahimning orqasidan chiroq yondi. Chiroqlarni o'chiribetsanglarchi, itning bolalari, chiroqlarni o'chirib etish, men vazifamni ado qilib olay. Ah xudo, bu chiroqlarni o'chirib etsangchi. Etrafdan miltiq ovozi anglandi. Nega qarab yugurishni bilolmay qolgan İbrahim nishonsiz udul kelgan yerga o'zini otdi. U yana bir bog'lam kapsulaga o't tutashtirib, yiroqqa etib edi. Kuchlik portlash ovozi anglandi. U yugurmoqda, chiroq nuri uni qo'g'lamoqda. Atrofda miltiq ovozi yangramoqda. Ba'zida odamlarning varqirashgan ovozlari anglanmoqda. U yuguraydi, ba'zida o'miraydi, ba'zida sakraydi. Shu tarzda oldiga qarab ketayotdi. U oxirgi bir bog'lam kapsulaga o't tutashtirib, oldidagi usti tunika bilan yepilgan uyning derazasidan ichiga etib etdi. U balki ombardir yoki askarlarning yotiqidir. Nima bo'lsa bo'lmamdi, portlasala bo'ldi. U hadab yuguraydi. Yana portlash ovozi, chiroq nuri, o'q ovozi, varqirash, jarqirashlar. İbrahim yerga yetib somkadan 3 granatni oldi. Ikkisini ikki yonchiqqa selib, birini qo'liga tutib oldi-da, somkasini cho'rib etib o'mlashga boshladi. Bir ozdan keyin o'rnidan turib, bir tankining orqaga yo'shinib olmoqchi bo'lib yugurdi. U chiliq-chiliq targa cho'mildi. Usti-beshi to'pig'i milandi. Hosirab ketdi. İbrahim bu yerdan chiqib ketishi, ularni o'ldirib etishi kerak. Ammo ular uni o'ldirib etsa bo'lmaydi. Simtor nadidir? U simtor bor tarafga qarab yugurdi. O'qlar uni qo'g'lab yuratdi.
Ahir sim to'rining ostidan o'milab o'tdi. Tikanlik sim uning tenini jirvetdi. Xuddi bir necha pichoq sanjilgandek dumbisi echishib og'rib ketdi. Biroq hech qisi yo'q. U cho'qim bu yerdan chiqib ketish kerak. U sim to'siqdan o'tib, o'rnidan turib yugurdi. Bir necha qadam neriga bormasdilla bir qattiq narsa yelkisiga tegib, go'shiga sanjilgandek bo'ldi-da, issiq bir nima oqqandek tuyuldi. O'q tekkan o'xshaydi. Bo'pti. U yuguraydi. U yuguraydi. Qarang'uliqni izlaydi, ammo qarang'uliq yo'q edi. Yo'riqliq xuddi kunduz bo'lgandek hamma yerni tang yo'rtib o'tgan edi. U granatni atmoqchi bo'lib qo'lini ko'tardi-yu, orqadanla voyjon deb tushirib oldi. U beliki palash bo'lib qolgandek faqatla ko'tarolmadi. U granatni so'l qo'liga elib, tishi bilan qopqiqini ochdi-da kuchab otdi. Granatning nega tushganligini bilolmadi. Ondan u orqasidan qo'g'lab kelayotganlarni qaymoqtirish uchun yo'nalishini o'zgartirib boshqa tarafga qarab yugurdi. U oldiga uchirganligi narsani dalda qilib yugurdi. Oxir hosirab yetibli qoldi. Demisimi u bak yerib ketgan edi. O'pkisi og'ziga tiqilatdi. Chiroq nuri uni qo'g'lamoqda. Yana o't yalquni, o'q, mashinalarmi o't oldirildi. Quloq pardasini yirtib atgudek pushtak ovozi olgandi. Itlar havishib ketdi. İbrahim itqa o'ch edi. Ah xudo, sen nemishqimi itlarni yaratgansan? Angliya olvostilaridan dardi ozmi bizga? Uning yelkisi bak qattiq og'rib ketdi. Gajgisi va ikki tizimi og'rimoqda edi. U yana bir granatni elib, tishi bilan qoqqiqini ochdi-da, butun kuchini yig'ib turib itibatdi. Ondan yana yo'nalishni o'zgartdi. İbrahim shu topda o'zining gazarmining qayerda turayotganligini bilmaydi. U asli tog' tarafdan chiqib ketmoqchi. Ondan maktablar rayoni orqali shaharga kirib ketmoqchi edi. Biroq tog' tarafdagi yo'l nada? U bilmadi. Atrofni farq etolmay qoldi. Uningda bir talla granat qoldi. İtlar orqasidan havishib kelmoqda. İbrahim bu itlardan nafratlanadi, ham qo'rqatdi. To'g'ri, u qo'rqdi. Ölümden qo'rqdi. Uning o'lgisi kelmaydi. U o'lmaydi. U so'l qo'li bilan granatni etib etdi. Granatning ustidagi itlarning burnini sezmas qilib qo'ysa yaxshi bo'ladi-ku. İbrahim yana yo'nalishni o'zgartib yugurdi. İbrahim qo'ynidan tapanchini oldi. Ammo mag'duridan ketgan bo'lg'ashqimi yugurolmaydi. To'xtay deydi, lekin to'xtay olmaydi. Energiya kuchi bilan ketib boratdi. Badanidan qon temib turatdi. U oldini ko'rmoqchi bo'lib, beshini ko'tardi. Oldida gazarmining temi turatdi. Bu uningga tonish Abbasiya maydoni tarafdagi tom edi. Tomdan o'tibli burilsa, Abbasiya ko'chasiga tutishadigan tor ko'chaga chiqqili bo'ladi. Bularni İbrahim obdan biladi. Agar u tomdan ortilib tor ko'cha tarafga o'tib olsalar, qutulib ketalishi turgan gap edi. İbrahim gazarma temining yenidagi kapining keyniga o'tishiga oldida bir qora ko'langi ko'rindi. İbrahim uningga qaratib, ikki pay o'q uzdida tom tuyiga keldi. Tom igiz, qerishqandek qalay bilan qoplangan edi. Shu topda uning kallasidan boshqa hamma yeri uyushib qolgandek edi. İbrahim xiralashgan ko'zlari bilan atrofga qarab bir parcha kichik taxtayni tasda ilib tomga teridi. Tapanchini qo'yniga silib, taxtayni dastlab birla sakrab tomning ustiga esilib oldi. Shu an qattiq og'riqdan voyjon deb to'g'ilib etdi. Badanining yana bir yeri yaralangandek bo'ldi. Tomning ustidagi ushliq hari tish qilingan tunika uning qo'llariga petib ketdi. Hech qisi yo'q. U eng oxirgi bir o'tkal. Mushu o'tkaldan o'tib ketsamla ish tugaydi. Aman qoladi. Og'riq azobiga chidab, yuqori ko'tarilayotgan İbrahim oxir ingrab tashladi. Hatto ko'zlaridan yoshmi chiqib ketdi. Ikki olqini tilinib ketdi. U oxir tomga chiqib, u tarafga sakridi. Endi u gazarmining sirtida edi. Daldangshib o'rnidan aran turdi. Bu yerdan tez ketish kerak. Qancha yiroqqa ketsa, shuncha yaxshi. U mast odamdek daldangshiganicha yugurdi. Orqasidan pushtak ovozi anglandi. U nima gapdi? Misrning soqchisi, "Hey, do't,
tez menden neri gel. Qılıvatqanlarımның hammasi sizlar uchun, Misr uchun. Men düşmanlarning yuragida qo'rqinch paydo qildim. Ular endi qochidi. Manga ishoninglar. Endi ular ko'zimizdan yo'qoladi. Sizlarmi manga o'xshash isyon ko'tarib, ularni qo'g'laysizlar. Biroq saqchilar qo'g'lashdan qolmadi. Orqasidagi oyoq tevishi borgancha yaqinlab kelyotdi. İbrahim qo'ynidan tapanchisini oldi. Saqchilarni o'ldirib etmoqchi bo'ldi. Yo'q, bo'lmaydi. İbrahim unda qilmaydi. U begunoh Misrlikni o'ldirmaydi. Ular balki majburiyatimizni ado qilyapmiz deb kelyotgandi. İbrahim hayotida begunoh Misrlik qarindishini o'ldirib boqmagan. O'tganda u o'zini qo'g'lagan Misrlik askarni o'ldirmagachgila qo'lga ilingan. Ammo uning hozir yugurgidek holi qolmagan edi. Hordiq olg'usi, birdan uxlab olg'usi kelatdi. İbrahim tapanchini tutib, daldangshigan holda yugurib ketyapti. Ba'zida orqasiga qarab qo'yatdi. Uning xiralashgan ko'zlariga orqasidan qo'g'lab kelayotgan bir saqchi amaldori ko'rindi. Hey qarindishim, menga chaplashib olmag'in. Men salna uchun inqilob qilyapman. Agar sen yuragingga qo'l silib baqsang, meningdagi g'azab nafratning o'zingdimi borligini cho'qim bilgan bo'larding. Ammo u saqchi buni tushunmaydi. İbrahimning dam olg'usi, uxlug'usi kelib ketdi. Saqchi amaldorini etib etmoqchi bo'lib, qaraga olgan İbrahimning barmoqi tapgida qetib qoldi. Tapgini besishga ko'ngli unimidi. Qandaqdir bir narsa uni begunoh Misrlikni o'ldirishdan to'sib turardi. Bu narsa hammadan ustun keldi. İbrahimning bexatarligi hayotidanmi ustun keldi. Saqchi amaldori o'ziga tanglangan tapanchini ko'ribla o'q uzdi. İbrahim yiqildi. Yerda dum yetib, kang zaminni quchoqladi. U kulimsiradi. U endi orom oldi. Ko'zlari yumildi. 21-bob tugadi.